Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rayotganinglar Erkin Osiyo radiosi tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Dünya Uyghur Qurultayı Reisi Rabia Qadri Xonim 18 iyun Yaponiya poytaxti Tokyoga yetib berib, Yaponiyadagi faoliyatini boshlab O bir necha kunlik safarida Yaponiyaning 5 cho'ng shahrini ziyorat qilib, Uyg'urlar haqida doklad berdi. Şunun bilan birga Yaponiya Uyg'ur jamiyati qurilganligining 5 yillik munosabati bilan o'tkaziladigan siyosiy, madaniy faoliyatlarga qatnashdi. Yaponiya Uyg'ur jamiyatining a'zolari axborot sohasidagilar Tokyo Narita xalqaro aydirumiga chiqib, Rabia xonimni kutib olgan. O 20 iyun Tokyoda axborot e'lon qilish yig'ini chaqirib, Xitoyning Uyg'urlarni bostirishda harbiy qismlarni ishlatayotganligini bildirgan. Onun Yaponiya safari Tokyodan boshlanib, Yaponiyaning Senkaku orli qarashliq Okinawa o'lkasida oxirlashadi. Qarmayda oliy maktab bitirgan Uyg'ur yoshlarini ishga o'rinlashtirishni talab qilib boshlangan norozilik harakati o'tgan hafta yana davom qilgan. Norozilik bildiruvchilar ishga o'rinlashtirishdagi milliy kamsitishga xotima berishni talab qilgan. Qaramayliq ota-onalardan Zinnat xonimning 17 iyun radiomizga bildirishicha, 6 iyun boshlangan norozilik harakati navbatda jim o'tirib norozilik bildirish harakatida davom qilmoqda ekan. U Qaramayda 90-yillardan keyin Uyg'ur qatorliq yerlik millatlarga qaratilgan etnik kamsitishning avji olganligini tanqid qildi. Zinnat xonim o'zlarining navbatdagi jim o'tirib norozilik bildirish harakatini munosabatli amaldorlar ota-onalar vakillarini qabul qilib, ularning talabiga ma'qul bo'lg'icha davomlashtirganligini bildirdi. Xitoy doiralari Ramazon yetib kelishdan bir oy burun joylarga uqtirish chiqarib, Uyg'ur oshxona restoranlarining Ramazon oyida tijorat to'xtatishni ma'ni qilgan. Xiloflik qilguvchilarga chora ko'rilib, tijorat kenishkisi to'xtatilganligini, 6 oygacha sodisi to'xtatilib, jarimani qo'yiladiganligini bildirgan. Doiralar Uyg'urlar zich o'ltiraqlashgan noya bozorlarda Uyg'ur oshxona, restoran, tez tomoqxona xo'jayinlaridan bu yilgi ro'za mazgilida savdo to'xtatmaslik kelishimiga qo'l qo'yishni talab qilgan. Xotandagi bir Uyg'ur tez tomoqxonasining xo'jayini garchi har yili hukumat doiralarining bu xil to'xtamlarga qo'l qo'yib kelayotgan bo'lsa-mu, biroq bu yil bo'ltirqiga qaraganda texmo baldir boshlanganligini bildirdi. Yaqinda Aqsuning Avat nayisiga qarashliq G'o'rchul yezisida to'qinish yuz berib, oz deganda 12 odam o'lgan. Lekin voqeaning tafsiloti har xil tushuntirilmoqda. Bir yerlik aholining bildirishicha 3 er, bir ayol bo'lib, 4 Uyg'ur G'o'rchul yezliq saqchi punktiga hujum qilgan. Hujumda 3 er o'zini portlatib o'lgan, ayol qochib ketgan. Lekin yerlik hukumat xodimlarining bildirishiga qaraganda, amonlik xodimlari yezda uy aqtirish elib berib, bir uydan oz deganda 12 kishini bomba qatorliq qurollar bilan bayqab qolgan. Bu 12 kishi qichish jarayonida saqchilar bilan to'qinishib, hammasi o'zini portlatib o'lgan. Yana ba'zi uchurlarga qaraganda ular 14 kishi bo'lib, ikkisi qichib ketgan. Avat naylik hukumatdagi bir navbatchining bildirishiga qaraganda, nima vaqa yuz berganligini bilmaydi ekan, biroq tuzumning birdilla chingib 24 soat chorlash, qo'g'dash tuzumi yo'l qo'yilganligini bildirdi. Erkin Osiyo radiosi muxbiri Shuhrat Oshuri 2013-yillik Nyu-York xalqaro radio programmalari mukofotining kumush medaliga erishdi. Onun 5 iyul vaqasida izdireksiz g'oyib bo'lgan Uyg'urlar haqidagi yo'qolganlar lekin unutilmaganlar, g'oyib bo'lgan Uyg'urlarga adolat izlash nomli programmasi mazkur mukofotga loyiq ko'rilgan. Shuhrat Oshurning g'oyib Uyg'urlar haqidagi 31 qismliq radio programmasi zo'r g'ulg'ula qo'zg'ab, xalqaro jamiyatning diqqatini izdireksiz yo'qolib ketgan Uyg'urlarga qaratishiga turtki bo'lgan edi. Mukofot tarqitish murosimi 17 iyun Nyu-York shahrida o'tkazildi. Bu uning 3-qitim xalqaro radio mukofotiga erishishidir. Xitoy hukumati chorshanba kuni Qashqa, Aqsu viloyatlarida sud ochib, 19 nafar Uyg'urni siyosiy sabablardan qamoqqa hukm qildi. Xitoy axborotlarining xabar qilishicha, yuqorqi kishilar tor betida milliy qudratqullik qilish, diniy asabiylikni tashviq qilish, boshqalarning uylariga besib kirib zo'ravonlik qilish qatorliq jinoyatlar bilan ayblangan. 19 Uyg'urning 5 iyul vaqasining 4 yilligi harbisida sotlanganligi diqqat qo'zg'adi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Amerika Uyg'ur jamiyati buning fikr erkinligiga qilingan buzg'unchilik ekanligini ilgari surgan. Ba'zi chet el xabarlarda Xitoy hukumati 5 iyul Urumchi vaqasining 4 yillik harbisida Uyg'urlarni qamoq jazosiga hukm qildi deb mavzular qo'yilgan.
Chet el xabarlarida Xitoyning Uyg'urlarga diniy e'tiqod, madaniyat va boshqa jihatlarda bostirish siyosati yurgizayotganligi eskartilib, bu Uyg'urlarning noroziligini kuchaytirayotganligini ilgari surgan. Muhtaram televizor ko'rguvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lg'aysiz. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.